Breket tishlarni chiritadi, breket tishlarni tushirib yuboradi deb hamma aybi breketga to'nkaydigan odamlar uchun bu video. Breket tishlarni chiritmaydi. Chirishning asosiy sababi bu noto'g'ri hid. Agar breket bilan tishlar o'z vaqtida to'g'ri tozalanmasa, u yoqda ovqat qoldiqlari yig'iladi va karies paydo qilishi mumkin. Lekin bu breket aybi emas, bu sizni geniga yaxshi rioya qilmaganingiz uchun shu ahvolga keladi. Breket tishlarni tushirib yubormaydi. Agar siz to'g'ri ortodont tanlagan bo'lsangiz, hech qachon breket bilan tishlar tushib ketmaydi. Tishlarni tushib ketishi faqat breketga bog'liq emas, bu vrach ortodonti tajribasi, bilimiga bog'liq. Breket tishlarni ildizi bilan birga suradi. Shu paytda tishga beriladigan kuch kontrol qilinmasa, tishlar tushib ketishi mumkin. Shuning uchun vrach ortodont tishlarga to'g'ri kuch berishi, bilishi juda muhim. Keyin agar tishlar sog'lom bo'lsa, breket taqqandan keyin tishlar tushib ketishi umuman imkonsiz. Breket nima beradi? Breket tishlarni tekislaydi, chaynoq funksiyasini yaxshilaydi va eng asosiysi odamga ishonch beradi. Agar breket haqida savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Videoga esa like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.